Uzun musofir yurtaman, ota-onamni, yaqinlarimni 2026-yil sentyabr oyida umra safariga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel'dan narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz aynan bu video sizlar uchun bo'ladi. Videomiz o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, Hikmat Travel'da sentyabr oyida umra safariga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun narxlar bilan tanishishlaring mumkin bo'ladi. Videomizni boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xohlasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun xudo xohlasa sentyabr oyidagi umra safariga bormoqchi bo'lganlarga narxlarimiz qanaqa bo'lyapti endi? Xo'p bo'ladi. Sentyabr oyining boshini aytib o'tamiz. Sentyabrda Toshkentdan 1-3 sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $935 qilib beramiz, xudo xohlasa. Xo'p, bundan tashqari Namangandan ham reyslarimiz bor. 2-3 sentyabr kunlari buni narxini $975 qilib beramiz, xudo xohlasa. Farg'onadan 5-sentyabr kuni reysimiz bor. Buni narxini ham $975 qilib beramiz. Qolgan kunlarga ham reyslarimiz bor. 10-chi, 11-chi, 12-chi, 15-chi, 18, 20 sentyabrda deyarli 2 kunda bir, 3 kunda bir har kuni deyarli reyslarimiz bor. Vodiydan, Toshkentdan bemalol aloqaga chiqinglar, o'z joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi bemalol. Zo'r. Joy bron qilish uchun nima qilish kerak endi aka? Xo'p, joy bron qilishlik uchun xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Yoki bo'lmasam shu nomerlarda Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Zagram pasportlarini tashlab bersalaring, joylaringni bron qilib qo'yamiz, aeroportga borib hisob-kitob qilinaveradi. Jindekkina o'sha viza puliga zakolat tashlab berasizlar, rasmiy hisob raqam beramiz, bank orqali to'lab berasizlar. Zo'r. Endi aka, mana narxlarda eshitdik, to'lov masalasini eshitdik. Borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi endi aka? Xo'p, shart-sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha. Gastitsamiz uzoqligi Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Xo'p, firma yana Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib joylaringni bron qilsalaring bo'laveradi. Pastda Abdug'affor akaning o'zlarining nomerlarini yozib qoldiryapmiz. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring sizlarga yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'lishidan qat'iy nazar xudo xolasa birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.